jamiki mana obunachilarimning o'rtasida turgan ekan. Bu obunachilarning deyarli hammasini kasalligi operatsiya qilsa davolanadigan, muammosi hal bo'lmaydigan kasalliklar. Bundan hech tashvishoti, birovni urishib, ko'ngilni xafa qilib, o'zini asabini buzishi yurish kerak emas. Faqat bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Mana shu kunda kelayotganlar, mana hojilar kelyapti. Men ota-onamni hojiga olib borgandan keyin bolamni operatsiya qildirgan olib kelaman deyapti. Men shu narsaga shaxsiy fikrim qarshiman. Lekin hozirgi kunda shu bolalarni operatsiya qilmasangiz, kelgusida farzandsiz bo'lyapti-yu. Endi o'ylab qarang. Shu hojinida bitta farzandni umri farzandsiz o'tib ketgani yaxshimi? Lekin odamlar o'zini o'ylab hojiga borgani yaxshimi? Bitta holatni tabiiy voqea aytib beryapti. Ikkinchi holat, operatsiya mayli pulga kelib taqaladi. Lekin o'sha 10-15 million operatsiyani desam, yurak operatsiyasini 15 million desam, men to'yni o'tkazib olay, to'yni qilib olay, keyin kelib pulim ortib qolsa operatsiya qilaman. Bu to'yni o'tkazib kelganingizdan keyin bitta yurak ishdan chiqib qolsa, qurisa, ertaga apparatga gemodializaga tushib qolsa, yurak almashtirish kerak ekan desa, 40 ming, 50 ming dollar to'lab Turkiyaga, Hindistonga, Izraelga borib biz yurak almashtirib kelamiz. O'sha yerda qayerda edik biz? Biz orzu-havaslarimizdan ko'ra birinchi o'ringa farzandlar sog'ligini, farzand sog'ligi bo'lsa, o'zimizni sog'ligimizni qo'yib o'ylab ko'rishimiz kerak. Meni shaxsiy fikrim, agar shu gaplarimni obunachilarim eshitib turgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman, qalblaringga qattiqroq gapirib qo'ygan bo'lsam, lekin meni ichimdagi o'sha sizlarning oldida, farzandlaringiz oldida sizlarga ayta olmagan haqiqat gaplarim shular bo'ladi. Mana operatsiya qilish kerak desa, ota buvayniki shu yoshligida shunaqa bo'lgan ekan, katta bo'lsang yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Kechirib qo'yasiz. Ota buvayizniki unaqa bo'lmagan. Lekin tibbiyot hozirgi kunda farzandsizlik, kelgusida farzandsizlik muammosini hozir 2-3 yoshdan hal qilsa bo'ladigan tarafini mana oxirgi 3 yilda O'zbekistonga kirib kelib turibdi, davolayapmiz. Angrendan, Navoiydan, Qashqadaryodan, Xorazmdan kasallarga operatsiya qildirib ketyapti-da. Lekin o'zimizni vodiyda turib, haligi biz sal dinga qattiq tegib ketib qolmaymiz, sal iymonimiz boshqacharoq insonlarimizmi deyman-da. Ota boyniki shunaqa bo'lgan ekan deb kelinlar urushib kelyapti, kelinlar yig'lab kelyapti. Qaynatamga tushuntiring, erimga tushuntiring. Hurmatli akalar, opalar, topayotgan pullaringni ozgina bir qismi mana shu farzandlarni kelajagiga sarf qilishga Alloh beradi. O'sha topayotgan pullarning rizqida farzandlarning sog'lig'i ham ozgina turadi. Endi o'ylang, hozirgi kunda shu ota bo'lamniki shunaqa bo'lgan ekandir, operatsiya qildirmadingiz. Balkim ota bo'langiz unaqa bo'lmagandir. Farzandli bo'lib, mana ser farzand bo'lib yurgandir. Aynan bu kasalliklar biz farzandsiz bo'ladi deb olimlarning fikri, bizning fikrimiz emas. Dunyo olimlarining fikrini sizlarga aytib turibmiz-da, hammaga aytib turibmiz. Statistika qilib chiqqan ular 15 yil, 20 yil davomida mendan aqlli odamlar o'ylab chiqqan farzandsiz bo'lishdi. Lekin hozir shu farzandingizni mana pulga kelib taqalayotgan bo'lsa, 15 million operatsiya o'tib ketyapti. Siz 15 milliondan qochib operatsiya qildirmayapsiz, 20 yosh, 30 yoshdan uylantiryapsiz-da, lekin ekoni 30 ming, 40 ming, 50 ming dollar to'lab qildiryapsiz-ku. Mana muammo qayerda? Muammo qayerda? Videolarimda har birintayda bir asos bor, bir mantiq bor. Bir narsani yoritib beray deymiz. Lekin biz ham ertaga dunyoga ustun bo'lmaymiz, hammamiz ketamiz. Bu dunyoda hamma ketadi, hech kim ustun bo'lmaydi. Biz orqamizda mana shu uni o'stirgan sog'lom farzandlarimiz qilgan yaxshi ishlarimiz qoladi. Meni ham farzandlarim bordir, imkon qadar farzandlarim sog'ligi, e'tiborli bo'laman, o'qitaman. Lekin ko'proq meni ishim, tibbiyotda ish faoliyatim bemorlar bilan o'tadi. Lekin men ham bir kun o'tib ketaman. Men bir kun o'tib ketganda mana shu bolalarim sog'lom bo'lib, serfarzand bo'lib, O'zbekistonda rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lsa, ana shu mening yutug'im, o'shandan kelayotgan rahmatlar, o'shandan kelayotgan savoblar menga yozilib turadi azizlar. Shuning uchun biz dunyoni o'zgartiramiz deb harakat qilmaylik. Bir paytlar mana yaqinda video chiqdi, O'zbekistonda davolash tekin edi. Doktorlarni urdi, ko'zini ko'r qildi hattoki. Boshlarini yordi. Mana endi xususiy klinikalar rivojlandi. Sug'urta kirib keldi. Hozirgi kunda endi ba'zi bir kasalliklarni sug'urta to'lab turibdi. Lekin hozir shunda ham xususiy klinikalar rivojlanib ketdi. Nimaga rivojlanib ketdi? Doktorlarning o'qishiga, izlanishiga yo'l qo'yib berdi. Davlat shifoxonalarida ozgina doktorlar qamrovda yuradi, imkoniyat berilmaydi. Dunyoda nima yangilik bo'lsa O'zbekistonga olib keladi desa, yo'q, ruxsat yo'q deydi. Xususiy klinikalarda shular ochiq, yo'l ochiq. Shuncha rivojlanib ketdi. Rivojlangan joyda kamchiliklar ham bo'ladi. Hech qachon tibbiyot o'limsiz bo'lmaydi. Qo'lingdan kelmasa o'ldirib qo'ysang nimaga qilding deydi. Shunaqa kasalliklar borki, doktorlarda imkoniyati yo'q bo'ladi. Hech qachon doktor uni o'ldiraman yoki sizni qilaman deb qilmaydi. Imkoni boricha kurashadi. Doktor o'sha operatsiyani qilsa, bemor yaxshi bo'lib chiqib ketguncha uxlamaydi shu doktor bor. Uni doktor bo'lganlar tushunadi. Hozir xalqqa aytsa, o'zingni
tiyar qilib ko'rsatyapsanmi deydi haqiqatdan. Lekin bu dardni doktorlar biladi. O'shaning doktorlar sochiga oq tushadi yoki o'zim stressdan qutulay deb ko'pi menga o'tiradi, peshonalari tirishib menga o'xshab mana shunaqa bo'lib ketadi. Shuning uchun hozirgi kunda xususiy klinika rivojlandida, lekin o'limlar sonini ham biz tarmoqlarda eshityapmiz. Mana bloger o'lib qolibdi, bundan operatsiya qilib o'lib qolibdi, bitta blogerning qoni chirib ketib qolibdi, bu narsalarni eshityapmiz. Lekin azizlar, bunaqa narsalar tugamaydi. Qachonki mana yaqin kunlarda biz sog'lig'imizni puliga o'zimiz soqqa to'laymiz. Misol uchun men xalq bo'lsam, men kasal bo'lamanmi, bo'lmaymanmi, xuddi mashinani sug'urta qildirasiz, avariya bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xuddi shunda o'zingizni joningizni ham sug'urta qildirasiz. Sug'urta polisingiz bo'lsa, больницаga borib davolanasiz, arzonroq bo'ladi. Lekin sug'urta polisingiz yo'q bo'lsa, otni kallasini pulni to'laysiz. Agar siz sug'urta polisiga pul to'ladingiz, misol uchun 2 million bir yilga to'ladingiz, siz kasal bo'lsangiz ham bo'lmasangiz ham 2 million pulingiz ketdi. Xo'p, endi kasal bo'lsangiz shifoxonada davolanasiz, pulni ishlatarsiz. U zamonlar kelsa, bu zamonlarda qadriga yetamiz. Bizda hech qachon muammolar, birov haqida noto'g'ri fikrlar to'xtamaydi. Lekin muammo qayerda? Muammo qayerda? Tizimdami yoki munosabatimizdami? Men ko'proq o'ylayman munosabatimizda. Tizimda juda qoyilmaqom qilib haligi nima desam bo'ladi? Mo'jiza tariqasida hech kim o'zgartira olmaydi. Nechta vazirlar kelib ketyapti, nechta doktorlar kelib ketyapti. Tizimda unaqa gulchambarlar haligi mo'jiza tariqasida hech kim o'zgartira olmaydi. Lekin o'zimizni o'zgartirsak, o'shanda menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak deyapti. Endi doktor tanlashda sizlar o'ylashinglar mumkin. Ha, biz doktorlarning yaxshiligini qayerdan bilamiz? Tarmoqlarni kuzating. Doktorlarga bemorlar yozadigan SMS'larni, kommentariyalarni kuzating. Mana tarmoqlarimga kirib ko'ringlar, ochiq turadi hamma tarmoqlar. To'g'ri, 17 yillik ish faoliyatim davomida ikkita bolaga shifo topib berilmaganman, bilaman. Bitta bolam qizamiq bo'lib qolgan, bilmaganman, hattoki prokuraturalargacha o'zim bordim. Aybim bo'lsa, aybimni bo'ynimga qo'yib beringlar. Men qaytib shunaqa bolalarga zarar keltirib qo'ymay, men oldindan bilsam shu bolalarni operatsiya qilmas edim degan gap so'zlar bilan bordim. Qizamiq bo'lgan kasallarda operatsiyasi juda ehtiyot bo'lish kerak. Operatsiyadan oldin bolaning holati og'irlashib qoladimi, qiyinlashib qoladi, uni hech kim garantiya bermaydi. Mana shunday yopiq holat. Ikkinchi bolajonim o'sha cho'ttisini operatsiya qilganmiz, 2 marta operatsiya qilganmiz. Organizm ekan. Shu kungacha 15 mingdan ortiq bunaqa cho'tchini operatsiya qilganman. Lekin shu bolajonimni operatsiya qilganda chandiqlarni burishib, mana qo'yib qiyshib ketaveradi. O'shaning uchun Indud ekan. Shu hayot faoliyatim davomida 17 yil bo'lgan bo'lsa, detskiy urolog kirib kelganimda, shu ikkita bolajonimda shifo topib berolmaganimdan qiynalaman. Qolgan hamma tarmoqlarim ochiq turadi. Agar boshqa doktorlarni izlamoqchi bo'lsangiz ham tarmoqdagi SMS'larni kuzating. Birovni maqtaganiga ham, birovni nimasiga ham ishonmang. Balki o'sha odam pul olgandir-da, meni maqtab chiroyli qilib berdigandir. Shunaqa narsa kuchayib ketyapti hozir Toshkentda. Mana doktor zo'r deydi, 20 ming dollar bergin deydi, 10 ming dollarni cho'ntagiga tiqib, 10 ming dollar doktorga olib borib, shunaqa doktor nimasi maqtab operatsiya qilib beradiganlar ham ko'payib ketyapti. Tarmog'ini kuzating, bemorlar bilan shifo topgan bemorlar bilan gaplashing. Mana tarmog'imda hammani profili turadi. Kiring, gaplashing, qanaqaligini, telefon raqamlarigacha bor, lichkasiga yozing, qanaqaligini SMS qilib yozing. Shu bemorlarim qanaqa tasavvur qildirayotgan bo'lsa, men xuddi shunaqa doktorman. Sizlar ozgina qizishib ketdi, xafa bo'lmaysizlar. Bu hafta davomida bemorlarim ko'payib ketganligi uchun men bitimdogi bor gaplarni aytdim haqiqatda. Lekin o'sha topayotgan pullaringda ozgina farzandlarning sog'lig'iga ham e'tibor berib qo'ysanglar, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu men shaxsiy fikrim, o'zimda shaxsiy fikrim lekin a'zo bunachilar ulug' muborak kunlarda qilgan duolar, ehsoninglar, amallaylar Alloh dargohida qabul qilsin. Har kim men bunaqa inson bo'laman, men bunaqa inson bo'laman, katta bo'lsam farzandimni bunaqa qilaman deydi. O'shanaqa inson bo'lishlaringni Alloh ziyodasidan yetkazsin. Sizlar orzu havasga erishmagan bo'lsalaring, orzu havas deganda men to'ylarda aytmayapman. Ilmli, bilimli, iymonli, e'tiqodli bo'lishga erishmagan bo'lsanglar, o'shalarga farzandinglar erishib yursin. Farzandinglar sizlar yuzlaring, farzandlarimizni qachondir tarbiyasiga, ilmiga, bilimiga, sadoqatiga biz e'tibor berar ekanmiz. Shunda bu O'zbekiston rivojlanishi mumkin. Bo'lmasa meni fikrimni tasavvur qila olmayman, chunki jamiyatda o'z odamlari o'zgarmasa, davlatni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun hammaga yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar bildirgan holatda sizlarga kattadan katta rahmat aytaman, chunki bugundan mana Telegram kanalimiz, tarmog'imiz 3,5 ga yaqinlashib ketyapti, chunki 3,5 ming obunachi, bular sizlarni
qo'llab-quvvatlashinglar bilan va biz xalqimizga berayotgan manfaatli, foydali, kimgadir yordam berayotgan videolarimiz bilan. Agar bundan ham yaxshiroq kontent, video, ma'lumotlarni xohlab qolayotgan bo'lsanglar, kimdadir premium telegrami bo'lsa, shunda galasavat qilib yuboringlar. Shunda biz xalqqa berayotgan istoriyalarimizni, imkoniyatlarini ochib beradi. Yana ham ko'proq ma'lumotlarni bera olamiz. Olimjonov to'xtab tur o'g'lim. Oxirida banda-manda bitta aytib berasan xalqimizga. Olimjonov qo'ymay tur. Shunday bo'ladi. Bizni Facebook tarmog'imizda Muhsinjon Alimov, Instagramda Muhsinjon Alimov bolalar urologi hamda YouTube kanallarimizda xuddi shu nom bor. Qilayotgan videolarimiz hech qaysi yolg'on emas, hammasini asosida negizida bir haqiqatni xalqqa ko'rsatib beramiz. Demak, xalqimiz hozirgi kunda kitob o'qishdan, televideniyadan ozgina chalg'ayapti-kan, lekin shu tarmoq orqali hamma o'ziga ma'lumot olyapti-kan, shu tarmoq orqali biz ma'lumot yetkazib beraylik deb shunaqa videolar chiqaryapmiz. Sizlar o'zlaringiz ehtiyot qiling. Men juda yaxshi ko'rgan bolajonim bor. Olimjonni o'zi bo'lsa, bandaman degan qo'shig'ini bitta aytib beradi-da. Shu bilan efirimizni yakunlaymiz azizlar. Olimjon, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan o'g'lim? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hayit bayramingiz bilan. Rahmat, o'zingni ham. Yozyapsansan, ha? Aha. 2 qator bandamandan aytib ber, jon bolajonim. Ovozing zo'rda seni. Hop. Oy yuzingga jon bilata bandaman. Mehri ravshan dil bikin ta bandaman. Mehri ravshan dil bikin ta bandaman. Ko'rgali yuzing gulistonim ko'zim. Zavq birla gul bikin hur handaman. Zavq birla gul bikin hur handaman. Malades. Ovozlaringga ovoz qo'shilsin. Sog'lig'ing zo'rmi, bolajonim? Zo'rmisan? Choptiryapsanmi? Ha, yaxshi. Shikoyat yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi. Dadangga, onangga salom aytgin o'g'lim. Ovozlaringga ovoz qo'shilsin. Shu seni televizorlarda yo bir joylarda ko'rib qolsak, Olimjonov deb ovozlaring zo'r olib kuchayib ketganda, zo'r hofiz olib qo'yib ketsani senga bir Olimjon desa, doktor deb qo'ysang bo'ldi. Omadingni bersin. Azizlarimiz, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni translyatsiyamiz Farg'ona shahar Qomus ko'chasi o'sha sizlarga aytganimdek malakali mutaxassislar dunyoga eng zo'r yuqori texnologik asbob anjomlarni jamlagan Champion klinika, Compass Hospital klinikasidan olib bordi. Sizlar bilan xayrlashmayman. Keyingi juma kuni 21:00 da ko'rishguncha deb qolamazlar. O'zingiz ehtiyot qiling. Mana shu bir-biringizga qarab turgan issiq yuzinglardan Allohning o'zi ayirmasin. Yuzingizni shunaqa nurli qilib qo'ysinki, odamlar siz borganda ko'ngillari yumshab ketsin azizlar. Ko'rishguncha deb qolaman.